Men UAACJdanman, uylanmayotgan akasidan aziyatchi haykallar jamiyatidan. Orzu havasam yo'q shekilli akalar, to'g'risi. Shu qilmaganim o'zim sovchilikka va kuyov bola qiladi ishlaydi. Ekvatorial Gvineyani prezidenti edi. Qizim baxt degan nimasi bor? Shu xotini yo'q xolos. Qolgan hamma narsa bor. Baxtam eshikda turib, shunda kelsa bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Ishonasizlar, tezroq uylansin deb turib, otamni patinkasiga solmagan sabzavotim qolmadi. Saz uyada tursin, shakaroq qilib qo'ydim hali kuni. Yo'q. Grechkalar ham solib qo'yapman, bo'lmayapti. Bunday turib olib, men uylansam, bolali bo'lsam, jiyanlaringdan qasos olaman deyapsanmi mendan deydi. Men ashini plan, men bo'zayman, ashlaqa narsani plan qilib shashiltiradigan. Men taksida ham chaqirib olib gaplashib o'tiraman, aka bilan bekarchi ekansiz deb turib. Siz uylaning, qiynayman, o'zim bilaman kimni qiynaysiz. Yo'q, men uylansa orqasidan 12 sekunddan keyin men uylanaman. To'g'ri aytyapman. Uylanadi 12 sekund men sразу. Muchallalapashmas, to'g'rimi? Biz ham ona yura olmaymiz, ona o'jay xotinimizni olib kelishimiz kerakmi? Ofitsialni qilib, to'g'rimi? Tezda uylansa nima bo'lar ekan?